Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozir dasturimizda har doimgidek UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizdan ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Ertaga tongda AQShning Florida shtati Miami shahrida joylashgan The Hanger Regatta xabar majmuasida DXB2 musobaqasi o'tkaziladi. Xabar berganimizdek, unda 29 yoshlik o'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi yengil vazn toifasida UFC sobiq jangchisi Saidyoqub Qahramonov ham ishtirok etadi. Qahramonov turli doirasida amerikalik UFC jangchisi Alex Caceres raqiblik qiladi. Bu xabar ikki sportchining Dirty Boxing ilk jangi bo'ladi. Ularning bellashuvi musobaqaning coming eventi bo'ladi. Yakka kurash ustalari jang oldidan ilk bor Face QF marosimida qatnashdilar. Nursulton Ro'ziboyev Jek Paul bilan jang qilish istagini bildirdi. Aralash yakka kurash ustamiz o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga yangi post joyladi. Jek Paul bilan yana boksda jang qilsammikin Amerikada deya videoga izoh yozgan Ro'ziboyev. Albatta hazilomuz harakatga ega ushbu izoh haqiqatdan ancha yiroq. Nursulton bilan tarmoqda kuzatuvchilar kulgu ulashmoqchi bo'lgani aniq. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rdinglar, barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.